Bugun haqiqatni ochamiz. Savol. Bugun onam nima ovqat yedilar? Bugun onangiz makaron bilan, mana shu makaron bilan tiftel yedilar. Mana bizani tushligimiz. Salat yedilar, kompot ichdilar, garimdori, limonni mashraqalariga olib siqib, qilib siqib, nonlarni qo'yib, makaronlarni qo'shib yedilar. Bu limonni nimaga qiladi o'zi mana g'azisi voy mazasi chiqadi. Inshaalloh hojilarimizga mashq qilib taomlantirishga hamda ibodatga kuch-quvvat bo'lish uchun xizmatdamiz. Bu bizani oshxonamiz. Erkaklar alohida, ayollar pastki qavatda. Centrum Holidays bizani turfirma rasmiy. Samolyot o'zimizaniki. Litsenziya o'zimizaniki. Hojilar o'zimizaniki. Assalomu alaykum. Kesinglar xizmat iladamiz.